Voqea qissa. Arab o'lkalaridan birida bir katta bir zavod fabrikalari bor, boy odam, katta boy odam g'arbda yashamoqchi bo'ldi. Bu voqea qissa. Hamma zavodlarini, fabrikalarini sotdi, hamma ko'chmas mulkini sotdi, pulni qo'liga yig'di. Rejani tuzdi, falon mamlakatga boradi g'arbga. Shu pulni tijoratga, ishlab chiqarishga tikadi. Shu yerda lekin nima qiladi? Mazza qilib yashaydi. Pulni olib bordi, bankka joyladi, o'tkazdi. Keyin o'sha yoqqa ko'chib borgandan keyin haligi raqamini ochib qarasa, bir tiyin ham puli yo'q. Qani pul desa, shu bankda va odamlari, bankda turganlar raqamini terayotgan paytda shot raqamini, shotini raqamlarini terayotganda bitta raqamga adashib ketgan. Hamma yo'g'i ketdi. Kim qildi bu ishni? U bankda ishchi atay qilgan emas, Alloh shunday qildirib qo'ydi. 6 nonni 7 ni bosib qo'ydi-da. Yoki 7 nonga 8 ni bosib qo'ydi, bo'ldi. Bo'ldi. Pul yo'q. Endi qayerga boradi?